Men 25 yillik vrach nerpatologman, Buxorodanman. O'zimni kasalligim bo'yicha juda ko'p yillardan beri azob yeb yurgan edim. Davolanish maqsadida yuqori professorlarga, o'zimni ustozlarimga borib ko'p marta davolandim, o'zimni davolab yurdim. Ko'ribsizki, noma'lum olam tomonlama menga berilgan zararlarni Buxoro shahridagi o'zimizni yurtdoshimiz Ulug'bek domloga kelib she'rda poyqadim, shifo topganimni qarang, vrach bo'la turib o'zimni davololmay yurgan ekanim shuncha yil. Mana bu yerda noma'lum olam tomonidan yetkazilgan zararlarni menga Ulug'bek domlo bir oy davomida kelib ruqiya eshitib, Qur'on shifo markaziga kelib eshitib, shunaqa badanlarimdan dardlar deydimi, eski dardlarim hammasi yengilgina bo'lib, Allohga shukr, uyqularim qaytadan tiklandi. Tinchlandim avvalambor. Oilamga mehrim oshdi, yana farzandlarimga mehrim oshdi. Borlaringizga shukr. Shu yerdan ne'matlardan men 25 yillik kasallikdan azob chekib yurgan onaman, ayolman. Mana shu yerda kelib qadam shifo topdim.